Ko'rishingiz mumkin, bu basseyn sistemasi uchun yig'ilgan shit upravleniyamiz. Bugun shu haqida to'liq obzor beramiz. Shitimizning umumiy razmeriga keladigan bo'lsak 70 kiyinlik. Panel upravleniyarimizda indikatorlar joylashtirilgan va guruh uchun yo'lda yig'ilgan post upravleniyalar. Ular nimani boshqaradi, shu haqida to'liq obzor beramiz. Ko'rishingiz mumkin, chap burchagimizda filtr nasosimiz uchun yig'ilgan knopkamiz, ya'ni perkusiyamiz. Bu nima ish bajarib beradi? Nasosimizni ma'lum vaqt davomida dam oldirishimiz uchun avtomatik tarzda, ya'ni vaqt orqali boshqarishga imkoniyatni beruvchi perkuchada qo'yib berganmiz. Yoki vaqt relent ishdan chiqib qoldi yoki tezkor suvni tozalash kerak bo'lsa, qo'l boshqaruvi orqali yengilgina imkoniyatni amalga oshirish mumkin. Undan tashqari bu joyimizda jakuzi nasosimiz bor. Jakuzi nasosimizni Wi-Fi orqali boshqarish imkoniyatini berish yoki Wi-Fi'imizda internet bo'lmay qolsa yoki tizimda nosozlik bo'ladigan bo'lsa, qo'l boshqaruvi orqali boshqarish imkoniyatini beradi. Avarniy zaishtamiz bor, ya'ni nasosimiz suv tagida qolishini oldini olish uchun avarniy gnop qo'yib berganmiz. Hozir start holatda, lekin zonamizda suv yo'q. Bundan tashqari personalniy xonani o'ziga maxsus knopkalar qo'yib berganmiz. Hamma narsa markirovkalangan. Endi ichki ko'rinishiga ko'rsatib o'tamiz. Ichki ko'rinishga keladigan bo'lsak, Jolby varianti qilingan maxsus germetichniy shit IP50 standartlariga javob beradi. Shitni ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, perf kanallardan foydalanganmiz va bu joyimizda premium segmentdagi NB1 seriyadagi avtomatik o'chiruvchilardan foydalanganmiz. 3 faza kelgan bu joyimizga. 3 fazali tarmog'imiz stabilizator orqali kelyapti. 3 fazali liniyamizning yonida turgan bu avtomatimiz nima uchun kerak bo'ladi? Hozir men to'liq aytaman. Bu joyimizda qaysidir ishdan chiqib qoladigan bo'lsa, bemalol o'chirib ishimizni bajarib olamiz. Sababi bu knopkamiz aynan chiroq uchun qo'yilgan. Chirog'ni aynan eshikni ochganimizda ham mana ahamiyat berishingiz mumkin. Konsevik hujjatlardan qo'yib berganmiz. Tizimda sozlanish amalga oshirilgandan keyin bemalol xavfsiz ko'tarib qo'ysa bo'ladi. Buni usti tarafidan olganmiz. Bu avtomatimizdan chiqayotgan liniyamizda 3 ta relay himoya vositamizga o'tkazilgan, ya'ni Zuberga. Undan tashqari bulardan chiqayotgan liniyamiz har bir gruppasi NB1L seriyadagi differensialniy avtomatik hujjatlarga o'tkazilgan. Bularning boshqa differensialniy avtomatlardan farqi elektromexanik. Undan tashqari ular qisqirtashuv, ortiqcha yuklama va tok utechkaga javob beradi. Agar utechka bo'ladigan bo'lsa, umumiy guruhga uchiradi. Agar qisqirtashuv bo'ladigan bo'lsa, shu avtomatni o'chib qoladi. Bilamiz, tizimda qisqirtashuv bor yoki ortiqcha yuklama bor. Bu 3 ta differensialniy avtomatimiz 3 ta nasosimizga javob beradi. Bu zonamizni ko'rishingiz mumkin. Guruh bilan yana joylashtirilgan. Bu avtomatimiz personalniy rozetka uchun. Bu avtomatimiz mana shu 2 ta Wi-Fi relay va vaqt relaysiga ishlab beradi. Wi-Fi relayimizdan modulli D2 ga tushadigan variantdan qilingan. Bu vaqt relayimiz astronomik haftalik taymer hisoblanadi. Buni yonida turgan 3 ta modulimiz, bular ham avtomat, faqat bular kalibrovkalanadigan avtomat. Operator e'tirofkalash, mana kalibrovkalash imkoniyatini beruvchi buragichlari bor, ya'ni 6 amperdan 10 ampergacha bo'lgan tizimni bemalol nasosga qarab sozlab olsa bo'ladi. Hozir o'zimiz sozlab qo'yganmiz. Bu joyimizda yangilangan moduling kontaktorlardan foydalanganmiz. NC8 modelidagi chin kontaktorlari. Agar bular tizimda separagan qanaqadir muammo bo'lsa, uzilish bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri nasosni yoqib o'chirish imkoniyatini beradi. Yoki umuman o'chirib qo'yish imkoniyatini berish ham mumkin. Va bu joyimizda zinekinemiklardan foydalanganmiz. Mana shu gruppalarimiz tikdan chiqqan mana shu klema orqali chiqib ketadi. Eng ahamiyatlisi bu joyimizda mana zazemleniya qilingan. Zazemleniyamiz 2 ohm qarshilikka erishilgan, ya'ni 2 ohmga tushqizilgan. O'zi 4 ohm bo'lishi kerak bo'lgan joyda biz 2 ohmga erishganmiz. Ya'ni bu joyimizda ugonik qolgan. Har bir nasos gruppamiz uchun alohida zazemleniya qilib jo'natilgan. Ya'ni u pechka bo'ladigan bo'lsa, odam to'q urishdan oldin tizimimiz faol ravishda ishga tushirib beradi. Germovotlardan foydalanganmiz, kabellarimizni izolyatsiyasini g'ajib qo'ymaslik uchun.
tizimimiz mana shunaqa tarzda faol ishlab kelmoqda. Kimga shunaqa chiroyli va sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqib o'tsalar, kanalimizga sog'lashmaylar, sog' salomat bo'ling.